Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Avtoselni podpischiklari bugun xudo xolasa 22-iyun ustlari reklama qo'yib beradigan mashinamiz egalardan Cobalt'ga tutdi. Avtomat korobka JK2 ishki bozori bo'lsa, bizdan ko'pchilik obunachilarimiz JK2 rangda Cobalt so'raydi. Yana sotib oldi. YouTube ijtimoiy tarmog'imizda qisqachasiga tanishtirib beramiz. Mashinamiz avtomat korobka 2020-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari 100% rodnoy. To'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu mashinamizni qaranglar. Xohlasangizlar avtokreditda 10-15 million so'mlardan chiqarsangizlar bo'ladi. Keyin nasiya savdoga ham beriladi. Faqatgina qaranglar, variantlarimiz Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining ayrim tumanlaridan kelgan klientlarimiz uchun bo'ladi. Boshqa viloyatlarda faqatgina naqd pulda savdo qilamiz. Xo'sh, mashinamizni tanishtirib boshlaymiz. Agar sizda shunday mashina bo'ladigan bo'lsa, kelsangiz sotib olamiz, yo bo'lmasa sotib beramiz. Sosteniyasi zo'r, kraskalar rodnoy, balonlari Neomaxdan yumshoq balonlar ustanovka qilingan. Idealniy holatda haydashga tayyor mashinamiz. Hech yerda rasxoti yo'q. O'zini zavodskiy putlarida orqaynalar tonirovka. Salon holatlari ham zo'r, akkuratniy dutda, sideniya chexollari, evakur poliklari, 106 ming kilometr masofani bosib o'tgan, monitorlari, xullas avtomat korobka borlari bor. Salonlari akkuratniy holatda. Motor qismini ko'rsatib o'tamiz obunachilarimiz uchun. Boshlang'ichdan 10-15 million so'm pul olgan bo'lsa, xohlasangizlar avtokredit asosida chiqarib olsangizlar bo'ladi. Oyliklari 4-4,5 million so'm atrofida chiqadi. To'liq ma'lumotni shu ofisimizga kelib olaverasizlar. Hozir qisqacha tanishtirib o'tamiz sizlarni. Motorlar ham yaxshi holatda turibdi. Metallar ham pokoleniya metan gazlar ham qo'yilgan. Mana balonlari zo'r aytib o'tdik. O'zini tanlarxon qiziquvchi obunachilarimiz uchun 135 million so'm. Shunda ozgina xayr yo'qsidan qaytib bersak bo'ladi. 20-yil 21 kuzov o'tgan. Bag'ashlar ham zapaska balonlari, metan gazlari toza. Keyin nasiya savdo olmaydigan klientlarimiz bo'lsa, boshlang'ichdan kamida 60-70 million so'm bersangizlar, qonunni 1 yildan 2 yilgacha prямо egalarning o'zi bilan kelishilgan holda hech qanday foizlarsiz kelishga asosida bo'ladi. Sug'urta xarajatlari, konsalting xizmatlari degan narsalar bo'lmaydi. Egalari bilan masalan 1 yil olasizlar, 2 yil olasizlar, narxini kelishib olasizlar va xarid etib olsangizda bo'ladi. Bu variantimiz asosidan va barterasida agar Cobalt bo'laman, Matiz bo'laman, nechik turdagi mashina bo'ladigan bo'lsam, bundan katta pokoleniya, kichik pokoleniya, xolos nechik pokoleniya mashina bo'ladigan bo'lsam, GM mashinalarni o'zlarini biz naqd pulga hisoblab olib, barter varianti asosidan bu mashinamizni xarid etib olsangizda bo'ladi. Va bizda boshqa har xil turdagi mashinalar bor. Sizlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videomizga like bossangizlar, iloji boricha videomiz kengroq tarqalib, shunday mashina olish niyatida yurganlarni rekomendatsiyasidan chiqib borishına yordam beradi. Shuning uchun like bosib qo'yinglar, kuzatib turinglar. Sizlar uchun aksiya bahoda mashinalarni qo'yib beramiz. Zo'r bahoda, zo'r sosteniyada. Yana bunda damozimizdan ko'p-ko'pmiz. Boshlang'ich to'lovni 1 million so'm bilan hamma xarajat ichida. Plus bemalol kelaverasizlar va bugundan boshlab Avtosel salonimizdagi mashinalarimiz sotilgan videolarni ham YouTube ijtimoiy tarmog'imizda joylab borishni planlashtirib turibmiz. Narxlardan ham xabardor bo'lib turasizlar, sotilgan narxlardan. Manzilimiz bu yoqda Urganchdan kelaverishda Ruhiy kasalliklar shifoxonasi svetoforini o'tgandan keyin o'ng qo'lda, bu yon tarafimiz Gullan. Gullandan kelaverishda Gullan yangi bozordan Sputnik svetoforida o'tganlaringizdan keyin chap qo'lda Avtosel salonimiz joylashgan. Sizlarda sotilgan mashina bo'lsa bemalol aytganlaringlar, sababi savdolarimiz yaxshi, mashinalarimiz sotilgan, yana mashina olishni o'zining iloji bo'lmaydi. Esa hammalar kutib qolamiz.